Qarang, mana shu o'zi qurayotgan domlari sifatlimi? Bir Albatta nechta xabarlarda ko'ryapman, вообще talabga javob qarang, bermaydi. o'zi bizni qurilish qanday bo'ladi? Tushuntirib beray. Misol uchun oddiy bir beton quyilishimiz qanday quyiladi? Beton zavodidan biz bunday kelishganmiz. 30% boshida pul beriladi. Keyin qolgani esa 28 kundan keyin. O'sha 28 kun ichida beton quyiladi. Beton quyilgandan keyin uni laboratoriyaga topshiramiz. Agar biza qo'ygan normativ marka bermasa agar, ya'ni 300 markadan kam bo'lsa agar, buni qo'parib tashlab beton zavod qaytadan betonni quyib beradi. O'shanda har bitta qavatimiz laboratoriyadan o'tgan va davlat standartiga javob beradi markalar. Keyin esa 28 kundan keyin javob to'g'ri ijobiy bo'lsa, qolgan 70% puli beton zavodga beriladi. Bitta beton bilan saqlab qoladi. Nafaqat beton, armatura, g'ishtimiz barchasi laboratoriyadan o'tadi. Oddiy bir armaturamizni o'zi birinchi sortli armatura, ya'ni qayta ishlanmagan armatura. Uni yo Bekoboddan olib keltiramiz, agar Bekobodda bo'lmasa Qozog'iston, Rossiya. Qayerdan bilsam bo'ladi? Sizga xohlasangiz laboratoriya javoblarini ko'rsatib berishim mumkin, muammosi yo'q. Faqat menga Hujjat gapiradi. boshqalarga Любой kishiga farqi yo'q, bemalol ko'rsatib beraman. laboratoriya natijalarini bemalol ko'rsatadi. Ha, любой qavatimizni, любой kolonnamizni laboratoriya natijasini bemalol taqdim qiladi. Muammosi yo'q. Bunday so'ragasizmi? Nimaga aytmaysiz? Gap endi keldingiz siz, endi joyiga keldingiz aka.